Men Andijon viloyatidan keldim. Bu yerga kelishimdan maqsad qulog'im pardalari teshilgan bo'lgan. Ikkosini ham operatsiya qildirdim. Operatsiya jarayonida hech qanday og'riqlar bo'lmadi. Hammasi zo'r. Hozir eshitishlarim yaxshi. Oldingidan ancha yaxshi. Qo'rqmasdan kelib, davolatsanglar, operatsiya qildirsalar bo'ladi. 6 oy oldin avval chap quloqlarni qilganmiz timpanoplastika, bir oydan keyin ikkinchi quloqlarni qilganmiz, o'ng quloqlarni. Ikkalasi ham endaural timpanoplastika ikkinchi tip bo'lgan, ya'ni protez ham qo'yilgan. Birinchi o'ng quloqlari, mana bu o'ng quloq pardalari juda ham zo'r holatda turibdi. Kirlarni tozalaganmiz. Bu chap quloq pardalari. Ko'rsak bo'ladi. Ikkala pardamiz ham zo'r turibdi. Mana o'zini chegarasida. Mana bu ham yangi qon tomirlar otgan, ya'ni bu qo'ygan pardamiz o'z joyiga joylashgan va eng asosiysi eshitishlariga e'tibor beramiz. Operatsiyadan oldin ikkita quloq ham 3-daraja eshitish pastligi bo'lgan. Mana o'ng quloq ayniqsa juda ham pastga tushib ketgan bo'lgan, 63 detsibel. Hozir mana operatsiyadan keyin 40 detsibelgacha ko'tarilgan. Chap quloqlar esa 30 detsibelgacha ko'tarilgan. Ya'ni ikkalasi ham 1-daraja eshitishlikgacha ko'tarilgan. 3 dan 1 gacha.